Ha, bo'ldi. 10 millionmi? Ha, o'tkazib yuborish kerak. Bo'pti, ha. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Uzr, telefoningizdan shuni telefon qilib olsam maylimi? Pul zarur bo'lib qolib, o'zimning telefonimni sotib oldim. Mayli. Alo. Assalomu alaykum Hoji aka. Hoji aka, sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Sizdan boshqa so'raydigan odamim yo'q. O'g'limni ko'zini sirrochniy operatsiya qilishim kerak, Hoji aka. Shunga 5 million yetmayapti. Berib turing, qaytaraman. Yo'qmidi? Mayli. Okey. Rahmat. Sog' bo'ling. Amin. Okey. Mana shu pulni oling. O'g'lingizni operatsiyasiga. Okey. Rahmat sizga. Arzimaydi. Tuzalib ketsin. Okey. Telefon raqamingizni bering. Telefon nomerimni qo'ying. Duo qilib qo'ydingiz bo'ldi. Rahmat. Sog' bo'ling. Yaxshi inson ekansiz. Ha, o'rta. Sizongsan? Rahmat, qaraysan. Ha, o'zingda xursandsan. O'rtoq, shu desang, o'zi hech kimga yetmoqchi emas edi. Bugun bir ko'chamiz boshidan Chasniy klinikada bir oila farzandining ko'zini operatsiyasiga pul qidirib yurgan ekan. Shunga ehson qilib yordam qildim. O'zimdan o'zim xursand bo'lib ketyapman. Qaysi klinika deysan? Shu o'zimizni ko'chamiz boshimizda edi. Ha, u yerda ko'z doktori yo'q-ku. Yo'q-ey. Malades ota o'g'il. Ko'p pul ishladik. Ada o'xshadimi? Zo'r o'xshadi. Ketdik. Молодец bolam. Shu klinikadan chiqib kelishdi-yu. Ko'rinish qanaqa edi? Eri o'rta bo'yli, yonida o'g'li ham bor, ko'zini boylab olgan, xotini pastroq bo'ylidan kelgan emasmi? Ha, xuddi shular. Mashinik o'g'li, mashinik uchrabsan o'rta. Yo'q-ey. Men telefonimdan telefon qiluvdi bir odamga. O'chirib beryapti telefonni. Mashinik o'g'li, menga ham uchragan o'g'li.